Do'stlar, 27-avgustdan Chempionlar Ligasining yangi mavsumiga qur'a tashlanadi va barchamiz o'sha Seul tomosha qiladigan eng kassabop turnirning yangi mavsumiga start beriladi. Keling, hozir esa bu mavsumda favorit bo'lish kutilayotgan top 5 jamoani ko'rib chiqamiz. Darvoqe, bu mening versiyamga ko'ra bo'ladi. Siz esa o'zingizni versiyangizni izohlarda yozib qoldiring. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Favoritlar ro'yxatimizni Arsenal ochib beradi. Nega aynan Arsenal? Chunki to'pchilarda kuchli tarkib shakllangan va o'tgan mavsum ko'rdikki, APL chempioni bo'ldi, Chempionlar Ligasi finaligacha yetib bordi va finalda ham yaxshi taassurot uyg'otdi, biroq penaltilar seriyasida yutqazdi. Ya'ni bu yili bor e'tiborini Chempionlar Ligasiga qarata olsa, menimcha yana finalgacha yetib borishi mumkin. Kvartetni esa PSG ochib beradi. O'z umuman olganda parijliklar yaqqol favorit bo'lishi kerak. Bunga e'tirozim yo'q, chunki ketma-ket 2 marta Chempionlar Ligasini qo'lga kiritdi. Lekin shu bu safar emas deb o'ylayman va Paris Saint-Germain anti-futbol qurboniga aylanadi deb o'ylayapman. Ehtimol shu yarim finallarda to'xtasa ajab emas. Chunki ketma-ket 2 marta chempionlik klubning motivatsiyasiga teskari ta'sir qilishi ham mumkin. Uchlikni esa Barselona ochib beradi. Nega aynan Barsa? Chunki klub 12 yildan beri Chempionlar Ligasini yuta olmayapti va hattoki finalga ham chiqa olmayapti va bu klubga katta motivatsiya bo'ladi deb o'ylayapman. Shu bois bu safar jiddiyroq harakat qilsa ajab emas va bu Flik uchun ham oxirgi imkoniyat bo'ladi. Garchi shartnomasi bo'lsa-da, kataloniyaliklar undan chempionligini talab qilyapti. Ikkinchi o'rinda Real Madrid deb o'ylayapman. Nega aynan Real? Chunki Jose Mourinho kelgach, klub super transferlarni amalga oshirdi va eng ahamiyatli jihati muammoli nuqtalarga o'yinchilarni olib kelyapti. Klub kuchaysa kuchaydiki, kuchsizlanib qolmadi va Barselonadan farqli ravishda ularda kayfiyat rol o'ynasa, Realda tarkib ozgincha kuchliroq deb o'ylayapman. Va nihoyat yaqqol favorit men o'ylashimcha Bavariya bo'ladi, chunki Bavariya o'zi o'tgan mavsumning o'zidayoq yarim finalgacha yetib borgandi va bu yozda ikkita asosiy liderini saqlab qoldi. Biri Michael Olise, ikkinchisi Luis Diaz va deylik Harry Kane oltin to'pni olib qo'yadigan bo'lsa, keyingi yil Bavariya boshqacha kayfiyatda o'ynasa ajab emas va yaxshi transferlarni ham qila oldi.